Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Mehmet. Bugun biz oldingi videoniki oxirini tatmoqchi. Oldingi videoda biz 10 shu sog'liq Turkiya Sog'liqni saqlash markazi, oila sog'liq o'chog'iniki 10 shu savolini yig'inchaqlab o'tgan to'q. Masalan, u sog'liq o'chog'i qanday biriya, qanday doktor ishlaydi, nima ishlarni qila oladi, kimlar tizimlashsa bo'ladi degandek usullardan bahslangan to'q. Bugun yana yig'ib qo'ygan bir qancha 10 necha savollarniki oldingi 10dan bahslanamiz. Her bir suallarni ayrım-ayrım böleklen qilib qo'ydim. Suallarniki savollarni yozib qo'ydim. Her bir savol qaysi minutda uni chiqarib qo'ydim. Qaysi savol qiziqsangiz shuni besib bilan ko'ra olasiz. Butun mana shu yarim soat videoni ko'rsangiz bo'ldi endi. Agar vaqtingiz bo'lmasa faqat ma'lum bir savol qiziqma deb shuni bossanglar shu yan udilni ko'ra olasizlar. Endi boshlaylik. Ma bugungi videonun birinci ikinci sualını aldığım videonunki içindeki bir iki sualını kayıt koşup koydum çünkü bu hakikaten mühim diyor. Sağlıklı saqlash merkezi yeni sağlık ocağı ki aile doktora qanday tizimtimiz, qanday amlaştırmamız. Men aldığım videoda qanday amlaştırmamızın deb lam yozibdim. Qanday tizimtish yozmabdi ekanman. Amaliyotda amlashtirish bilan tizimtishga o'xshashchu. Bugun bir qayta bir deb o'tay. İstiklam. Üç xil usulda nim qilamiz, tizimtimiz doktorgacha. Birinchisi ait asan bir usul maş telefonda lam Enabız deb bir sistem bor, app bor. Türkiye Səhiyyə Sağlıq Ministerligi şu nim qilgan, ishlab taqatqan yaxsız bir app. Şu orqali o'zingizning oila sog'liq doktoringizni, oila doktoringizni bekita olasiz, amlashtira olasiz. Yine özünü burun tekşürügen, arkadaş tekşür, kan tekşürüş, rentgen, kiçik tara tekşürüş, hemmini köre aleysi, qaysi doktorxan berip kana tekşürüşlerini qıldığınız aşlarını köre aleysi. Bazıları adiyrak çıkıdı ama bize gerekli boğan ait köp kısmı çıkıdı. Onu çürüp işletişin ünvasına pek yaxşı oldu. Ben onun bir video tatımızda fakat vaqt çıqırıp bulamay qolduk ama yaqinqi vaqtlarda tatmaqçı onu. Tatip çıqırıp qandaq körüş, içinde nim narsalarni bilge boldu. Ularni təfsili bir video şekilde qilmoqchi. Ama çoxumaş Enabızga tushirib ishlatishni tavsiya qilmayman. Uni ishlatish uchun e-davlat shifrasi lozim bo'lib qoldi. Qarindoshlarning e-davlat shifrasini chiqarib qo'yishni umid qilmayman. Chexiyada ishlatmasin, faqat bu sog'liq ishlam emas. E-nabızda qilsangiz, sog'liq o'chog'i doktoringizni bekitalaysiz. Bak oson tanlashchi, hattoki meni paloni bo'lgandan paloni doktor deb hatto tizimlik hammasi aniq chiqadi. Masalan, siz Küçükçekmece tursiz yo bo'lmasa boshqa shahar tursiz, masalan Anqara yo bo'lmasa Qaysari, nerede tursangiz, shu app bilan qila olasiz. Agar shu kuni bekitsangiz, masalan hozir bekitdingiz, shu kuni kech soat 12 da rasmiylashadi. Endi ay 5'de ayağı qolib qolsa sal turaqsizlik bo'lib qoldi ekan, ammo uni aytib bir oson bir appchi, uni tavsiya qilmayman. Lekin bekitgandan keyin yana telefon almashtiray deb o'ylaysangiz, masalan, u doktor dilinden ancha toz yaxshi ko'rmadim, yaxshi paranochamliq, yo bo'lmasa boshqa bir shaharga ketib qolgan bo'ldim, Anqaraga ko'chib keldim, yo bo'lmasa boshqa shaharga ko'chib keldim. Mush atrofimdagi bir doktorni tanlay deb o'ylasangiz, shu turgan yerdagi doktorunuzni agar mana shu hafta 10 kun ichida appning ichida qilgan bo'lsangiz, u appda 3 oydan keyin aniq qila olasiz. Uni o chaqda agar shu zamonni almashtirib desangiz, yoki siz turish rayonidagi sog'liq o'chog'i, siz umid qilgan sog'liq o'chog'idagi doktor bilan ko'rishib, meni o'zingizdan app qo'y deysiz, yoki bo'lmasa shu rayondagi ilcha sog'liq müdürligi bor. Har bir cho'ngroq rayonning biridan ilcha sog'liq müdürligi bor. Ashaga berib iltimos qilasiz. Hammasini bir qo'shib bilan deb qoptiman. Amlashtirishni deb qoptiman. Birinchisi app bilan bekitisiz dedim. Ikkinchisi ananiki shu sizga yaqin bo'lgan, siz umid qilgan sog'liq o'chog'iga berib doktor bilan ko'rishib, men sizning nomingizga o'tkin bordi, sen meni oila doktorim bo'lgan desangiz, u doktor qilib qo'ydi. Agar 4000 yillik bemor toshmagan bo'lsa, u doktor o'zining nomini olib qo'ydi. Agar uni toshgan bo'lsa, uni yonidagi doktorni qilasiz. Agar sizga yaqin bo'lsa-chi. Chunki ba'zida pek jirahiya berib kasal ko'rsatish ancha yaxshi emas. Ham shu rayonda bo'lsangiz, u rayonga ma'lum bir muqim bir doktor sizniki mana shu nima sizni bir takip qilib tura olsa, kuzatib bilan tura olsa, masalan 3 oy, 5 oy, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil badningiz nimalar bo'lyotdi, qanday qaysi vaqtlar kasal bo'ldingiz, nima dorilarni ishlatyapsiz. Shu doktorga tunishib ketib qolasiz-ku, shu asta-asta sog'liq o'chog'i doktori bilan. Ishdan kirgan bola masalan burun nima bog'lig'ini hatto uni aniq bilalaydi-ku. Bu ikinci usul. Üçüncü usul, telefonu qilgangiz kelmadi, o doktor bilan ko'rishgingiz kelmadi.
Üçüncü bir xil usul bar. Masalan, pek iptidairoq usul bizning yangi Turkiyaga kelgan vaqtimizda qilgan usul. Shu rayondagi ilcha sog'liq müdürlügiga berib tizim tutdik. O chog'da bir varaq. Hozir mana shunaqa qilib bo'ldi endi-chu, lekin jiq ishlar undoq qilmaydi odatda. Hozir telefonda qildi, yo doktor bilan urilib ko'rishib qildirdi. Üçüncü usul shu ilcha sog'liq müdürlügiga berib, aşağı tizimlagan bir forum bor, shuni to'ldirsiz, aşağıdaki ishlaydigan kishilar bersiz, ular tizimlab qo'ydi. Lekin borgan chog'i cho'qim rasmni olishingiz kerak. Rasm kerak bo'ldimi? Burun kerak bo'ldi. Hozir kerak bo'ldimi? Amlaştırış üçünmü? Mesela mesela sizin benim namımda, lekin yan taraf doktorga ötkeniz keldi. O yan taraf doktor kirib deseniz, o doktor iltimas qo'ydi. Bu ikinci amlaştırış usulü, üçüncü amlaştırış yine ilçe sağlık müdürü berip amlaştırsın bo'ldi. Lekin amlaştırış üçün mayli tizimtish uchun yamiz, amlaştırış üçün hamasiga shu inovatga iqomat lazım. Buni vaqt o'tgan bo'lsin mayli, lekin iqomat bo'lishi kerak. Iqomat numeri, iqomatning kartasi lazımçı. Endi ikkinchi savolim oldingi videoda biroz deb o'tgansal, qisqartirim deb hisoblayman, uni o'ylab baxsam. Sal tafsilroq bo'lgan yaxshi, chunki ba'zi qarindoshlarning pasporti yo'q, iqomati yo'q. Pasport, iqomat bo'lmasa saqlash markazida tekshirish qilib bo'lmamdi. Qanday qilish kerak, nima berib badan tekshirish kerak. O chog'da har bir bo'libmi Istanbulniki cho'ngroq rayonlarida, har bir cho'ng rayonda birdan shu göçmenlar saqlash markazi bor. Ya'ni göçmenlar sog'liq o'chog'i deb qo'ysin bo'ldi. Bu yerga mana shunaqa iqomat yo'q, pasport yo'qlar berib tekshirish qila oladi. Chunki normal mahalla sog'liq o'chog'i borsangiz, u yerda masalan siz qon tekshirmoqchi bo'lsangiz, cho'qim sistema kirgizish kerak. O'cha iqomatingiz bo'lmay qolsa, tizimli qilib bo'lmaydi emasmi? Shunga shu agar ishkilsiz bo'lmasa, göçmenlar sog'liq o'chog'i berib, asha tekshirish qilsangiz bo'ldi. Ashadagi u yerniki moyitimi shu sog'liq o'chog'iga o'xshash, faqatlanma pasport yo'q, iqomat yo'q kishilar uchun ta'sis qilingan yer. Boshqa shaharlarning bormi yo'qmi tozini uqmayotganman, ammo Istanbulniki bor. Zaytunburni bor, Küçükçekmece'de bor, Avcılardan bor deb angladim, boshqalardan bor. Boshqa shaharlarnikida turib qolsangiz, agar iqomat pasportingiz bo'lmay qolsa, mencha bo'lsa shu yerniki, shu rayonniki ilcha sog'liq müdürlügiga berib so'rab baqsangiz eng yaxshi bo'ldi. Sizga yo'l ko'rsatadi-chu. Hargiz yaxsini yo'qki, hargiz tekshirmaymiz deyamaydi bu sog'liqni saqlash ishlarida. Chunki hargiz voy men tekshirmaydi ekan. Balkim azroq paranglashar balkim siz bilan-chu. Bekliqi ilgilanma deb qo'ymiz hamda. Bekliqi sizning ahvolingizni nerdan nergacha tangdiliqi hamnasi aniq so'ramaslik mumkin. Ammo sizni yoqmasin davolmayman, yo'q bu yerdan chiqib ket deb deyamaydi. Hech bo'lmasa bir yo'lni ko'rsatadi sizga-chu. Bu jihatdan hargiz ansirmang. Uchinchi savol. Sog'liqni saqlash markazini sog'liq o'chog'i oila hekim doktorga o'ril borsam bo'lamdi yoki nomer randoylab berish kerakmi? Kerak bo'lsa, agar rando kerak bo'lsa qanday olaman? Normalda asli haqiqiy shu tartib bo'yicha bo'lgan chog'da rando lozimchu. Nomer elish lozim oldala. Barliq yerga shunday. Mayli oila hekim bo'lsin, yoki boshqa yer bo'lsin, hammasiga nomer lozim. Uni odatda 182 telefon qilib nomer olsang bo'ldi. Shu yerda 182 telefon qilsangiz, shu sizning iqomatingiz nomerini so'raydi. Bu narsani so'rab olgan, ana sizning doktoring falan ekan, yoki doktoring yo'q ekan, falan rayonda men desangiz, o chog'da shu rayonga bir doktorga nomer berishga tirishadi. Yana birisi MHRS sistemasi deb bir sistem bor. Bu telefondagi bir app, ena biz o'xshab qoldigan. Buningda markaziy hakim rando sistemasi degan bir app-chu, bak yaxshi app u degan. Ham uni tushirib telefon qachilgandan keyin aslida ekranniki nimasini rasm kesib chiqarib qo'y degandim, uning vaqti yetmay qoldi. U orqali shu o'zingizning shu e-davlat shifrasi bilan kira olasiz. Kirgandan keyin ana sizniki doktoringiz kim u? Aslida hamma chiqarib qo'ydi. Undan keyin rando o'ylab boramsa shularni qila olasiz-chu. U appda yana boshqa doktorxonalarning bo'limlariga, davlat doktorxona bo'limlariga nomer ola olasiz. Belki yaxshi bir appliklan bir appgan u. Men yaqinda shuning videosini tatib chiqarmoqchi. Ishlatishim oson, o'rganib olsangiz sizga cho'ng foydasi bo'ldi. Ammo cho'ngroq bu sog'liq o'choqlari odatda daraja bo'lindi. A daraja, B daraja, C daraja, D, E deb işte bir qancha 5 turga bo'lindi-chu, 5 daraja bo'lindi. A darajamda yuqorisi ichi cho'ng, masalan, 7-8 doktor bor az deganda, aslilar nihoyat to'liq, har kun qon oladigan bir yerchu. Asli borgan sari sal ko'lami kichik, yangi ochilgan, A darajani burun ochgan. Asli borgan sari E daraja bo'lsa kichik, yangi ochilgan doktorlari 3-4 degandekchu. Qilgan tekshirishlari o'xshib ketadi. %90-95 desam bo'ldi. Emas o'xshib ketadi. Faqatlam
qan tekshirish kichik teri tekshirish emas, o'xshash. Jiq tekshirishlar o'xshab ketadi desak bo'ldi. Faqatla shu ko'lami jihatdan tövraq. Endi buni deyishim sabab A darajalik sog'liq ocaqlariga ko'pincha ahvollarda nomer lazım, randevu lazım. Sizniki doktoringiz agar A darajalik yo'g'on bir yer bo'lgan bo'lsa, amalva shu nomer ilib, randevu ilib olgan yaxshi. Chunki ularning sesini chiqib turib, ekranda chiqib turadi. İsmingizchu, falan vaqtida randevu olib ekan, keladi degandekchu. Kichikroq yerda, masalan, meniki hozir yangi ochilgan 1,5 yil oldi deyman, bu yer ochilgani. Şoň hazır tıkındak randevu sistemasini, aldylar nomer ilişini yol koymadı. Fakat doktorlar, bimarlar kep turduçu. Sen nomer amapsa dep çıkırıp qılmaymiz ya, mesela körüşte sen astılık qılmaymiz. Ama lekin men köpünçe özümün bimarlarına köpünçe telefonda, WhatsApp'ta körüşüp aldylar deyişip qıvalmızçu. Bekrek yaxşı oldu da bolsa. Orlaştırışqım yaxşı boldu. Andan ba bizning kölümsel kichik bolğaçqa adatda peyshanba, seyshanba kunlari nomer kanalımız emasmi? Hem etgan bir saatdan kanalgaçqa sadalqi qısqançılıq olub qaldı ki, avazçı olub qaldı ki, şoňa adatda bimarlarni açta aldı keyni orlaştırıp turup qılma WhatsApp'ta. Hem yaqında nemişleri jaq olub qaldı. Doktor Türkiye'deki doktorların namaişleri sadece jaq olub qaldı. Mesela bugün ati namayiş qıldı eken. Asli kanaldan kunti bir qancha Uyg'ur qarindoshlar deb qo'ygan, kelsanlar bo'ldi deb. Ularga shu aldala deb qo'ydim, kelmay turinglar debchi. Endi bu men shu telefonni ko'rishib turib, Alloh fuchur berib qo'yma. Ba'zi vaqtida qanalamaydan kunlariga deb qo'ygan bo'lsam, kelmay turinglar deb boshqa bir kunga o'rlashtirib tirishimiz. Şoňa adatda randevu lazım. Çoňrak sağlık ocağı doktoruňuz bolsa, adatda randevu talap qıldy. Lekin buni amalda şu sağlık ocağınızga doktoruňuzdan bir sorup ötüň. Doktorum mesela kilerti men kelgen çağda nomer lazımmy, randevu lazımmy depçi. Qaýda almada bir sorasaňyz, ema şi usuldan bir ne diýýärmiz, udul kilibergen diýdi. Ama soratgandan paýdasy bar. 4-nji sual keldi. Sağlık emdi muhim mezmunlara kiriş başlyk mena. Sağlyk saqlaş merkezinde doktorlar bilan qanday fikir almashtirish lazım, qanday paralanish lazım. Hamda ben bu qismda bek tafsili türkçe makesam nuqtasi deb tushundirib bilmayman. Bu yerda lekin bir qancha muhim nuqtalarni deb o'tay. Jiq kişiler bana şu benim falan ya sağlık ocağında ayol doktorum batı bizden mağda lekin bizden kar yok. Kapı türük. Kar neyimiz emdi. Çoğun doktorxan bağında bizni asalam çıkırdı dep belki anlayımız şu bunu. Uygurlardan emas, Türklerden aşağı anlayımız. Aşağı şikayetler kildi, başka yerden aşağı şikayetler kildi. Ama laki aldım videorum degandek bu fakat bir taraflı mesele emas. Bimardım ba, doktordum ba. Beşide dikkat kılan işlerini de öteyim bir. Ama la Türkçeni öğrengen yaxşı. Elimi bu yer turatkan Uygurlar hali uzun yıllar bolup kaldı. Hiç olmasa özümüzden ahvalını düşündürelde biraz Türkçeni bilişimiz gerek. Qo'sqim og'irdi, beshim og'irdi, burnim tutib qoldi, qulqim og'riyotdi, yutilyaptimi, qizitmanba, andan keyin işte palon dorini ishlatdim, o'zing ishlatgan doringizni ismini bilib oling yaxshichi. Men dorilarni ishlatdim, yo bo'lmasa fotografchi tatulang. Ishimiz ahvollarni tibbiy tilda tushuntiramizmi? Ammo xalq tilida deyiladigan bo'lishingiz kerakchi. Uni bilish kerak. Hamda belki cho'ng Uyg'ur tog'alarimiz, cho'ng opalarimiz belki ular Türkçeni bugün planmadı. Hiç kısı yok ama yaşla, otur yaşla çokum biliş gerek. Bence olsa. Hem de bilgen yaxşı. Çünkü kança yaxşı deyəlirsiniz, doktor şuncha yaxşı düşünədi ahvalınızı. Hata doğru berip qalmaydı, hata tekşiriş qılmaydı. Ötkende bir xeyirnişimiz kep fuçur qıldı mı işte. Men miyada ba'zi maslahatlarni berdim, bunda qiling debchi. Andan keyin u o'ziniki sog'liq o'chog'ini beribdi. Bag'anda ba'zi kasalliklar saqaymabdi ekan. O'pkisida masala bor, ammo berib doktorga tushuntirishda masala chiqib qoldimi, o'qimadim ish qilib. Ashqazonni qo'g'daydigan miyada ko'ruvchi deb qo'ymiz, shuna dorini berib qo'yibdi. Yoki bo'lmasa, bakmi hech cho'ng bir bemor emasdi, Uyg'ur qarindoshimizda. Ya u tushuntiramidimi? Ya doktor tushunmadim, men bilamadim. Men naq maydon bo'lmagandan keyin, ammo birinchidan o'zimizniki masalani, tilni yaxshi bilib oldi.
Yaşı bek çoğun qarindoshlarga, boshqa yoshlar yordam qildi. Biz yordam qilishga tirishamiz, ammo o'rta yoshlar mesela o'zini o'zi tushunadigan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, agar turkchasi yaxshi bo'lmasa, yozib qo'ydim mana shuni. Turkcha uqadan birisini bilib berish kerak, yo bo'lmasa turkcha uqadan birisi telefon qildirish kerak-chu. Hech bo'lmasa telefonda tarjimonlik qilib bersa bo'ladi. Chunki men bu jiq qilgan unda ishlarni. Telefon bo'lsa yordam qilib shu cho'ngroq doktorxona borgan chog'da ahvollarni deb berdim. Bu bemorning mana ishlari bor ekan. Ani doktor so'raydi, men Uyg'urga tarjima qilib berma. Asta qilib qilganchu. Asta bir narsa bo'lishi kerak. Ya bilib berish beramizmi? Hech bo'lmasa telefon qilib, ahvolni tarjima qilib bergan birisi bo'lsa yaxshi bo'ldi. Cho'qim tibbiy til muhim emas bu yerda-chu. Yerlik tilda bo'lsinmi? Qarni og'riyor, masalan, qo'sq og'riydi degandek gaplarni deplam qilib bersak bo'ldi-chu. Masalan, eskidan iloj kullanıyordum. 3 senedən beri ilaç kullanıyor. İlaçın adı buymuş debçi. Bemar doğrunu tam apırdı. Degandek misal qilyapman. Yeni birisi, yeni bir usul eğer Türkçesi yaxşı bo'lmasa, bakmoqchi bo'lgan bemorning-chu, badaniy ahvollar, alomatlarini so'ramoqchi bo'lgan savollarini bir yerga yozib oling. Yoki bo'lmasa bir turkcha bilan birisiga deb bering, u sizga yozib bersin. Men ba'zi ashar qildim-chu, qarindoshlarga tafsili qilib, shu turkcha buni ahvoli miyada aytadi deb doktorlarni ko'rib, ahvoli bundoq ekan deb biladi, lekin yeni bemordan so'raydi haqiqatan. Ammo hech bo'lmasa shu bemorniki ahvollarini xilbit tushunib qoldi-chu. WhatsApp'dan bulamda maillardan bo'lsa, men qilmadik unday ishlarni-chu. Qo'limizda nimkasi yordamni qilyapmiz chiqib. Endi birisi doktor dori yozib berganda, masalan, siz bemor, masalan, bemor doktorga dedi ahvolni, "Merim og'riydi, ayarim og'riydi, yo bo'lmasa bunda bo'ldi" deb. Eng oxirida bu sog'liq o'chog'i doktor, mayli qaysi doktor bo'lsin, sog'liq o'chog'i doktor bo'lsin, yoki cho'ng doktor, hangi doktor bo'lsin, bu bemorga ya dori yozib berdi, yo bo'lmasa ba'zi tavsiyalar berdi. Ya bo'lmasa ba'zi tekshirishlarni qildi. Ash vaqtida agar siz tushunmay qolsangiz, ammo doktorga yozdiring ashuncha bir vara qog'ozdan xapimay, "Mana shunga yozabilirmisin" debchi, hech bo'lmasa. Uni deyishni bilishingiz kerak. Chunki siz ishdan chiqqandan keyin unutib qolasiz u gaplarni-chu. Chunki doktor bir narsalarni deydi. Siz ha deymiz. Bu sizlar emas, Uyg'urlar emas, barliq millatlar shundaqchu. Shu muhitga kirgan chog'da tushungandek bo'lamiz, lekin ishdan chiqib unutib qolamiz. Qayerga berib nim tekshirish yoki bo'lmasa nega berib qaysi dorini shularni unutib qolamiz. Doktor illaki dori qog'ozini berdi, boshqa narsalarni odat yozib ketmaydi-chu. Yoki bo'lmasa men tekshirishni qilgan deb biroz yozib berish mumkin, ammo doktorga deb sana zahmat bir yazabilirmisin deb desangiz, doktorum ishga chiqib yozib berdi. Andan keyin uni ya o'zini o'qasiz, yo biz ashadagi bir güvenlik, yo sekreter katiblarga, yo biz bir sestra o'qitasiz, yo biz bir Uyg'ur turkchidan bir Uyg'ur qarindoshga o'qitasiz, ani sizga deb berdi. Demak, cho'g'unim shu sog'liq o'chog'i doktori bo'lsin, yo boshqa doktorxona bo'lsin, shu bir qancha usulni ishiltaman bo'lsa. Chunki boshqa chet ellik bemorlar mana shunday qildi dedi. Qancha cho'qim birisi bo'ldi, yoki telefon ochdi hamisichu. Suriyaliklar bek doim mana shunday qildi. Andan keyin yozib beramiz ba'zilar. Men yozib bermay odatda bemorlar bilan bunday qilgan birinchi mal, ikkinchi mal, uchinchi mal debchi. Tavsiya qilib bermay amal bor. Ba'zi doktorlar aldirashlikni qilolmaydi. Ba'zi doktorlar haqiqatan men oldin video deganda kasbiy nimasi bor, biraz kasbiy nuqsonlik bor axloq jihatdan. Bu hamma millatda bor, har bir kasbda bor. Buni bir xafa bo'lib ketgan ish emas. Agar u doktordan nim qilmasangiz, bayanmasangiz, toz yaxshi bir apparatchamisan, boshqa doktor ko'rinsin bo'ldi. Shu qarindoshlar, lekin mana shu 4 nuqtani kuni olsangiz, birinchisini qilamisiz, ikkinchisini qilasiz, ikkinchisini qilamisiz, uchinchisi qilasiz, uchinchisi qilib, to'rtinchisi qiling. Shaxsiy tavsiyam bu. Shu orqali sog'liq o'chog'i doktori bilan yaxshi bir fikr almashtira olasiz. Ondan 5-incisi, oila doktorim bizdan toza kar yo'qdek his qildim. Buning sababi nima? Bu savoldan aytib ko'p keldi menga. Buni oldingi videoni biroz deb o'tdim. Bu yerdagi masala ikki taraflik masala-chu. Birinchisi til o'qib ketmaymiz, tushundirmaymiz. Cho'qim suvdek shar gap qilgan bo'lish talab qilinmaydi odatda-chu. Faqat o'zingizning ahvolni tushundira olsangiz, doktorim bak cho'nqur ma'nilik bir gaplarni qilib ketmaydi. Qarshi tarafga hargizlik kitobiy tillarni o'gitib ketmaydi-chu. Ahvolni so'raydi. Nerdan og'riydi, nima ish bo'ldi, qanday nima maqsad bilan kelding bu yerga deb. Degan chog'da uni tushunmasak, uni ifodalamasak shu u chog'da u doktorni anqiramay ichsi qilib siz umid qilgan javoblarni beramaydi. Yana birisi shu chog'dagi sog'liq o'chog'idagi ish yuki masalasi-chu. U chog'da agar bemor jiq bo'lsa, haqiqatan mayli sog'liq o'chog'i bo'lsin, boshqa doktorxona bo'lsin, agar ashu odam jiq bo'lib qolsa, siz bilan bak jiq tafsil tushuntirib olmay qoldi.
Üçüncüsü bemorning pozitsiyasi masalasi. Endi Uyg'urlarda jiq uchirmaydi bunday ishlar. Ko'pincha chet ellik bemorlarda odatda kiriblam, "Voy, doktor ko'milmaydi, u bu" deb bakliqi o'zini bek haqorat tutadigan bemorlar bor haqiqatan. Uyg'urlarda jiq uchratmadim. Eee, Ash sababdanmi kari yo'qdek bo'lib qoldi shu. Yoki bo'lmasa siz kirishni oldida ashta bir bemor kirdi. Doktorning kayfiyatini buzdi. Doktor zaten çok bek ağan vaqtida. Andan keyin siz kirdingiz. Balkim u ağanlikni sizga biroz ko'z qilishi mumkin. Buni to'g'ri bo'lmagan vaqtdagi to'g'ri bo'lmagan bir ko'rish deb qo'yamdiq endi. To'g'ri, endi u doktor oldingi bemorniki kayfiyatini sizga yansıtmaslik, sizga ta'sir qilmaslik kerakdi. Ammo ba'zi bo'lib qoldi, amal yo'qchu. Endi oxirgi bir sabab doktorning xizmat qilish usuli. Balkim ashta ishtikdi yoki ba'zi doktorlar haqiqatan gapi ozdi. Bek jiq yoqmaydigan doktorlar bordi, ish mijoz doktorlar. Yana ba'zilarining kasbiy axloq masalasi. Kasbiy axloq masalasi deganimiz endi u haqiqatan bemorlar jiqligi, paranglashmaydigan, jiq yoqmaydigan, jiq ko'ngil bo'lmaydigan doktorlar bor. Har bir kasbda bor. Buni qayta deb qo'ymash. Bunun səbəbləri məşə. Başqa səbəblər bo'lishi mumkin, lekin endi men yakunlagan sabablar mana shu 4 tarafdan yakunlab berdim. Və 6-cısı nimaga doktorlar o'zining telefon nomerini osonlikcha boshqalar bermaydi. Bu har bir kasbda shundoq. Buni odatda bermaydi shu. Chunki doktorlarning o'zining hayoti bo'ldi. Ishdan tushgandan keyin bolasi, oilasi bilan nim qilgisi keldi, ko'r vaqt o'tkazgisi keldi. Men doim atraf qarashim sabab atraf ekran bor, sirtning ekrani bemor keldimi deb qarab qo'yman. Shuni to'g'ri tushuninglar. Men bir yarim yil ishkining yoqi YouTube qilish jarayonida to'g'ri bekatlarda telefon nomerimni yozib qo'yman. O telefonni men ataydan shu Uyg'urlar uchun qilgan. Shu Uyg'urlarga maslahat berdigan. Uning ichida hozir oz deganda 5-600 odam borchu. WhatsAppda bo'libmi. Jiq amisi bemor deb yozib qo'yman. O nomer berish sabab shu qaysi bo'limga berishni bilmagan, o'zining badan ahvolini shu yo'l topolmay qolgan, qiynalib qolgan, işte qarindoshga yordam berish uchun qilgan u nomerni-chu. Hech qanday birasiga zo'rlab bir tal dori setib baxmadim. Yoki bo'lmasa birasidan hech qanday foyda baxmadim undan. Az qarindoshlarimiz uchun ham qilgan ishlar-chu degan. Men berdim, lekin illoki boshqa doktor berish shart emas-chu. Doktorxona telefon nomeri bo'ldi. Agar u doktorning belgisi kelsa berdi, bo'lmasa odatda berish shart emas. Chunki o'zining hayotini yashash kerak. 28 saat, 9 saat yalnız bazı 24 saat növbət, 24 saat növbət tutdu. Çünki ondan ciddi vaqtlarda ciddi qutulish berish kerak deb o'ylaydi-chu. Odatda shu ishlash doktorlarningki sog'liq sistemasining ish qilish shakli shunday bo'ldi. Hamda Türkçe bir gap bor, insifiyatini qo'llanib bir ishlarni qilish deb qo'ymiz. Agar u doktor haqiqatan to'xtamay bemor bekrak ko'ngil bilaydi desa, u chaqda deymiz endi ishdan sirtqi vaqt chiqarib bundan ko'rishib qo'yay desa, o chaqda nomerini berish mumkin, odatda bermaydi. Uni bexablab ketish ketmaydi. 7-si sog'liqni saqlash markazida qaysi qon tekshirishlarni qila olamiz? Bu nihoyat muhim bir qism, lekin hozir ishlash vaqtim to'shay deb qapti. Ana ishtik bir qur deb o'tay. Buni keyingi videolarda qayta bir kengaytib so'zlayman. Hozir meyadim xil tafsil deb qo'yman. Buni odatda to'rdan izlashni oson topa olasiz. Lekin men to'rdan izlasam oxirgi qitimqi tap izlaganimda o'tgan yildagi sog'liq o'chog'iga tekshirish natijalari nimalarini chiqarib qo'yibdi. Uning ichida bir qanchani jiq yozib qo'yibdi. Hozir uni ba'zini chiqaryapti. Masalan, vitamin D ni chiqaryapti, folik asidni chiqaryapti. Lekin yana jiqlari bor. Men mana ostida mashla shu mazmun shu. Aç qo'saq qon shakerini ko'radi. Shu atin aç qo'saq kilon deyish sabab shu. 3 oylik qon shakerini ko'ralaydi. Türkçesini yozib qo'ydim. Sizning qon guruhingizni ko'ralaydi. Hemogram deb bir qon tekshirish bor, uni ko'radi. Uning ichida qizil qon, oqqon donachalarining jiq ozligi, qon plastinkalarining qandaqligini bilalaydi. Qansizlik bormi, yo'qmi, uni bilalaydi. Ham uning ichida ba'zi narsalarni aldalar mo'lcharlik bo'ldi, qon jihatga. Yalliq bormi, yo'qmi degandeklarni-chu. Yana biokimiya qon tekshirishda bir tekshirish bor. Bu tekshirish orqali emas qonning ichida bo'ladi-chu. Bir qitim qon ilishdan chiqadi. Jigarning roli, o'tning roli, oshqozon osti bezning roli, böbrek va boshqaning rollarini ko'gil bo'ldi. Türkçesini biz qo'ydim biokimiya deb. Qarajigar, safra, pankreas, böbrek funksiyonlari debchu. Ma gaplarni turk doktorlar ko'rsatsangiz tushundichu. Nimada qaysini ko'rish kerak ekan bilalaydi-chu. Men keyingi videolarda mana har bir tibbiy atlashni chiqarib qo'yman, qiziqqanlar aşağıda ko'rsa bo'ldim da. Agar işte huquqal deganlar-chu. Lekin doktorga, sog'liq o'chog'i doktorlarga mashlarni bir ko'rib qo'ygan deb turkçesini ko'rsatsangiz tushundichu, qaysini ko'rishlarni lazimligini. Endi yuqumli kasallik bormi yo'qmi ko'ralaydi. Masalan, AIDS kasalligi, jinsiy yo'li yuqumli kasalliklari, yuqumli jigar yalliqlari, masalan, C tipli, ya'ni C tipli jigar yallig'i, B tipli jigar yallig'i deganda yuqumli kasalliklarni ko'ralaydi.
Qandaki yalluq ahvolini ko'ralaydi. Revmatizm shubhasi bormi yo'qmi, uni bilalaydi. Ikkisini ayrim yozib qo'ydim buni. Homildorlik bormi yo'qmi, uni bilalaydi. Qandagi tumor ahvolini, tumor tilab bering deb qo'yamiz ba'zida. Shu bek muhimchi odatda bek asanchiq kishilarda tumor kamlik sababdan qansizlik paydo bo'lib qoldi. Uni ko'gil bo'ldi. Kalsiy, natriy, kaliy, magniy, fosfor, xlorlarninki ahvollarini bilalaydi. Buni yoshlarda o'tir yoshlarda cho'ng masala chiqmaydi. Lekin natriy, kaliy, magniy, fosfor, xlor deganlar ba'zi suyak kasalliklarda, ba'zi böbrek yetmezlik kasalliklarida ko'rilgan narsalar. Cho'ng illaki uni hammasini ko'rish shart emas. Doktor sizning badan ahvolingizni qarab, uni qaror berdi. Uni aqlini deb o'tamiz. Qandagi may, xolesterollarning ahvolini bilaydi. Uni qanda may jiqlab ketdimi? Buni ko'gil bo'ldi. Qalqon son biz rolni ko'ralaydi, tuvanlik ikkisini ko'radi. TSH bilan T4 degani shu orqali qalqon son biz qanday ishlaydi shuni bilalaydi. Onun sir texmo detalli, texmo inchki tekshirishlarni ham cho'ngroq doktorxona, boshqa doktorxona, cho'ngroq doktorxona qilish kerak shu bilimda. Ma'zi bizda o'sma bormi, rak bormi, uningki bir shubhasi bor. PSA deb bir tekshirish bor, uni ko'radi. Bularning hammasi qanday ko'rdi, az davat qilmaymiz. Muskullarning erish ahvolini ko'ralaydi. Buni ba'zi chiniqqan kishilar badani qattiq og'rib ketgan kishilar, yana ba'zi muskul kasalliklari shularga qo'shimcha ko'rdi buni. Ilgari vitamin D, B12, yupurmak kislotasi, yana folik asid deganlarni o'lchalaydi, az ularni chiqaribdi. Yana ba'zi boshqa tekshirishlar bor, ularni chiqaribdi. Ma oxirgi 2022-yili mana mana shu narsalarni ko'ralaydi. Balkim bir ikkisi kam qolgan bo'lishi mumkin, lekin ko'pinchasini yozdim deb bilaman. Bu qon tekshirish orqali bemorning badanida xili ko'p uchurlarni egalligi bo'ldi. Masalan, badanning umumiy ahvoli, so'zilma kasallik bormi, yalluq bormi, qansizlik bormi, jigar, o't, böbreklarning qanday ishlayotidi, ularni bilgili bo'ldi. Bir oldin bir shubhalarni bilalaymiz. Yaxshimi, yomonmi, boshqa ahvollar bormi, yo'qmi debchi. Lekin bir narsani bilib qo'ying, uni shu demoqchi o'g'limni, bu bir qonni tekshirdi, masalan, mana ustidagi jigarning bir AST deb bir tekshirish bor. Men AST misolga AST yaptım. O qonniki bir tekshirish jigarni ko'rsatdi, lekin cho'qimlam jigar emas. Yana boshqa kasalliklar bilan qo'shimcha buni analiz qilish kerak. Bemorning ahvoli, burun nim kasal bo'ldi, dori yevatamdi. Aslida hammani umumlashtirib analiz qilamiz-chu. Herkes birini tekshirdan sen ma yo'qkan, yo'qkan deb degil olmaydi-chu. Doktor ashuni o'ylashib turib, hamma narsani birlashtirib, andan sizga bir natijani deb berdi. Şuna ba'zi bir qarindoshlar bor. Boshqa yerda qon tekshirish qilib, men avatib berdim. Men avatib doktor men sog'mikanman deb so'raydi. Qanimda masala bormikan deb so'rasa, tamam, u savol to'g'ri. Qanda ya masala bor, ya masala yo'q. Faqat qonning ustidagi benormal ahvollarni deb bera olaman. Ammo bemorning o'zining ahvolini bilmagicha, uni ko'rmagandan keyin hargizmi sen bedeninde ma yo'qkan deb demayman dedi. Faqat ham tekshirish natijasi sizga aytgan natija benormallik bormi, normalkan deb uni javob bermoqchi. Ammo bir bemorni bir boshdan oxiri ba qo'yish uchun bemordan bir mun so'radan savollar bor. Qon tekshirishlarini qo'shimcha qilib tekshiramiz. Andan keyin bu kishida yo kasal bormi, yo'qmi, yo keyin nimalar diqqat qilish kerak shularni maslahat bera olamiz. Bu qismni sal jiqroq so'zladim, lekin buni keyin yana tafsili yana deb o'tishim mumkin keyin fursat bo'lgan chog'da. Ammo sog'liq o'chog'ida mana shu tekshirishlarni qila oladi deb bilsangiz bo'ladi. Qon tekshirishdi-chi, qon ilishda. 8-si yuqorqi tekshirib bag'amni cho'qim qilib qo'yamdi. Ha, to'g'ri. Buni oldingi videoda biroz deb o'tgandik. Bu tekshirishlarni siz sog'liq o'chog'i berib amalan qilmay deb borsangiz hech kim qilib qo'ymaydi. Cho'qim mana birinchi shu yerda sizning doktoringiz bo'lish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi iqomatingiz endi bo'lishi kerak, chunki sistem kirgizda emasmi agar tekshirish qaror berilsa. Uchinchisi, birisi doktor sizning badaningizga alomatlarni ko'rib boqadi, sizni so'rab boqadi. Nima bor, nima yo'q, nima uchun tekshirsa, yo boshqa bir bilim doktor talab qildimi? Yo bo'lmasa haqiqatan badanning ma'lum bir alomat bormi, shularni so'raydi. Hargizmi kelgan kelmasini qilib tekshirib qo'yadi, bunda qilmaydi hargiz. Siz shu bemorga to'xtab, mening jigarimda burun masala bor, yaxshi ishlaymaydi, bir qayta uqib boqay dedim. Şunsini qishin keldim deb bir ahvolan deysiz. Endi rostini deyish kerak. Shakar kesilib bor, 3 oyni yaxshi shakarim qanday ketib bordi, uqboqqim bor deb deysiz. Andan keyin doktor shu ahvol qarab, andan keyin shu nimalarni kirgizdi. Bo'lmasa, hammasi bir axlam endi chaqchaqib desak, hammani bir axlam tekshiramiz desak, o chaqda siz masalan, kishdan bir kirsa, homil tasnimi qarqo'y qildigan
misal qilib deyapman. Endi biz 30 yoshli bir kishi kelsa senda nima qani 30 yoshli bir kishi kelsa senda mazbesi o'smis bormi yo'qmi deb uni qarab o'ltirmaydi-chu. U bekordan bekor sog'liq sayyi ishiga yuk bo'lib qoldi. Ziyo deymiz endi. İsrop qilganlik bo'ldi-chu. Shunga bir doktor bilan mustaqil nima almashtirish, fikrlashish eng muhimda. O'zining ahvolingizni yaxshi tushuntirsangiz shuncha tafsili ko'rib qo'ydi. Qon tekshirishni tafsili qilib qo'ydi. Endi yana birisi shu markazniki qon oladigan kuni ham vaqti bo'ldi-chu odatda. Cho'ngroq A darajalik sinf oila sog'liq ojoqlari odatda har kun oldi deb bilmayman. Onun kichikroqlari dushanba, seshanba, chorshanba. Endi masalan bizniki yangi ichilganmi-chu. Tekshirishlarimiz o'xshash, ammo u nimasi oz bo'lganki, bemorlar oz bo'lganki, shunga bizda faqatlam seshanba, payshanba kun etkinlik qon olamiz. Shunga uni cho'qimlam shu sizningki tizmatgan shu sog'liq o'jog'i doktorda aniq so'rashingiz kerak. Qachon kelib qon tekshirsak bo'ladi? Qaysi kunlar oldi, qaysi soati oldi, qanday qilishim kerak, osh qo'ysakmi, to'q qo'ysakmi, ashni aniq so'rasangiz bek yaxshi bo'ladi. Ya ben kliplam qon tekshirib keldim desangiz qilolmaydi. 9-si sog'liqni saqlash markazidagi qon natijalari qachon chiqadi? To'g'rilik darajasi qanchalik? Odatda bu masalan dushanba kuni oldi, bizning men misol qilib desak, seshanba kuni oldik, chorshanba kuni tushdan keyin chiqdi. Chorshanba kuni tushdan kelsak tag'im to'g'ri bo'ldi. Chunki bu qonlar hammasini ap bo'lgandan keyin uni bir markazga avatimiz u yerga tekshirdi, undan keyin sistemga kirgizdi. Odatda shu 1,5 kun, 1 kun 1,5 kun ketib qoldi. Odatda shu siz qon bergan chog'da shu qon olgan sestra, shu sog'liq ojoq sestra sizga deb berdi. Natija 3 kun keldi doktordan avasam bo'ldi dedi. Men ba'zi Iroqdan kelgan Uyg'ur qarindoshlarga aplik bo'lsin deb WhatsAppni avatib berma. Ig'ir kasallik bo'lib qolsa chaqirma odatda. Keling ko'rishli deb. Dorilar cho'ng masala bo'lmasa odatda mana sistemdan udlam rasm kesib avatib berma. O'zim odatda ena bizdan ko'ralaydi. Kelib tekrar bir ko'rishib paramasaq texi yaxshi bo'ldi. 100 turani texim yaxshi maslahatlarni bergil bo'ldi-chu. Odatda kelishni tavsiya qilma, ammo kelmay qolgan qarindoshlarga odatda to'g'ri yordam qilma. Endi buning to'g'ri natijasi 95 99 dan 95 gacha oralig'ida bo'ldi desak bo'ldi. 100 degili hech kim 100 deyamaydi. Cho'ng doktorxonami 100 deb bilolmaydi-chu. Ammo nayt az vaqtda xato chiqdi. Agar natijalaringiz shubha tug'ilsa, masalan, qon tekshirdik, sizning qarsan ma'lum bir natijada masal bor, kelib ashtu sog'liq o'jog'i doktordan masala so'radingiz, doktor ajab bu benormal chiqib qoldi bu desangiz, agar shubhangiz bo'lsa, o doktordan bir xil jazmlashtirish uchun qayta bir qanday tekshirasizlar yoki bo'lmasa boshqa bir doktorxona tekshirib boqsin bo'ladi. Lekin odatda 99-95 gacha to'g'ri chiqdi. Uni bak ansirab ketmang. Hatto benormal chiqib qolsa, siz kutmagan bir ziyoda qonsizlik yoki bo'lmasa bir ziyoda bir masala chiqib qolsa, uni cho'qim doktoringiz sizga eskartadi. Qayta bir tekshirib beqish yoki bo'lmasa cho'roq doktorxona berishni tavsiya qildi. Onun sonra saqliq saqlash markazida tekshirgan qon natijalarini qayerdan ko'ra olaman, boshqa doktorlar ko'ra olamdi. Buni ko'ra olasiz, enabiz degan o'zingiz ko'ra olasiz. Chunki enabiz abayman deb o'tgan 5 yildagi shuningni ko'ra olasiz. Osonchu. O'zingiz tushunamizmi? Uni bir doktorlik qilgan qarindoshlarga rasm kesib aytsangiz sizga tushuntirib qo'ydi. Ya bo'lmasa, tekshirib bo'lgandan keyin siz kelib doktoringizni kelib avasini bo'ldi. Men odatda bemorlar kelsa nima qilib berman. Qog'oz shakl tayyorlab bermoqchi. Ishimiz qo'lda bo'lsin, daftar qilib ratlab olsin. Foydasi bor unda qilganiki. Tavsiya qilmayman. Doktoringiz sizga deb berdi. Agar aplik bo'lsa qog'oz urib chiqib berdi. Ya bo'lmasa, agar siz e-nabz sistemasida boshqa doktorlar bilan shu uchurlarni ham bahrlanaman degan tanlasangiz, o chaqda boshqa doktorlar ham ko'ra oladi. Lekin o cho'qim davlat ishlarida ishlayotgan doktorlar ko'ra oladi. Xolgan bir shaxsiy doktor, kichik doktorlar ko'rib olmaydi. Yoki masalan, doktor bo'lmagan doktorlar o'zini doktorda bo'lganlarni ko'ramaydi. Onunğa telefonunuzu berib ko'rgan desang ko'rdi. Ammo sistemadan masalanga cho'qim davlatda anga olgan rasmiy doktorlar ko'ra oladi. Ammo yo'q, boshqa doktorlar ko'rmasin, faqat oila hekim doktorim ko'rsin desangiz, o chaqda faqat o'zingiz oila hekim doktorlar ko'ra oladi. Boshqa doktorlar ko'rish uchun sizga bir tanliq qisqa uchur qiladi, sistemdan qildi-chu. Ani bir maxfiy nomer bordi. Ani o maxfiy nomerni shu doktor avat bersangiz, aninikin ko'ra oladi. Magibimsa murakkabda kesib qildim o'zim. Mushu 10 savolga bugun mushu 10 savol javob berildi. Ishlash vaqtim tushib qoldi. Keyingi videoda berilgan savol javoblar sog'liq saqlash markazida qon tekshirish boshqa yana qaysi tekshirishlar qila oladi? Bütün beden tekshirigi bo'lamdi. Agar
özüňiz başga bir bütünbeden teşrip bekiş üçin gaýa beriş gerek, bahasy kança bulan biraz jygyp goýdum. Balalardan kanalarımda ötken bir kardeşime sorap diken. Bek kiçik bala onu tefsir edip berem. Bunu boş hepde kalan suallar çıkarışım mümkün. Mana ekranda köreleysizler bu suallarga keyinki qitimqi videomuzda cevap berimiz. Ama qarindaşlar, ümit qildiginim, bolsa özüňizi ýakyn, özüňiz ümit qilgan saglyk ojagy tizimtip goýuň. Siz meşhurlygy işlerden hem bahrinden mana şu tekşürüşlerini kıla alaysız. Ola doktorga çyraýlyk düşündürseňiz, ahwalyňyzy deseňiz, men palanyn ilgininden ensirawatyma, meselenge, bedim dialog boluşdy, ensirawatyma, ýutilywatyma, o bukyma. Aşam hem saglyk ojagy berip hal kıla alaysız. Çokum illaki çoň doktorhan bir şert emas. Başga milletkiler näçe künüpdi bununğa. Hazır bir munça Suriýelik bimarlarym bar. Ular diýen güldür jügrep gelip nim kıldy. Ularga ma döwletden kötürdi eken nimesini, dogrylaryny ço. Kötürmeýän tagdyrda kelip bir mesele ilişki bulam hyllam künüp gapdy, hyly günüp gapdy. Bizning Uýgur qarindaşlarmy meşnunga könüşini ümit kılma, tawsiýe kılma. Eger o siz tizimlatgan saglyk ojasyna ýakyn, tazarlygy gepini düşündiremediňiz, emir doktor amlaşdyryň. Hiç näme sumaýdy. Äpden kündämligi gerçekleşligi sistem çyp boldy. Ýa-kom siz sistemni amlaşdyryň, eýne biz bilen ço. Emir doktor bilen görüşip bakın. Eger o doktorun köňlüňiz ýakmasa, emir samlaşdyryň, kıla alaysız, bu siziň hukukyňyz. Tawsiýe kılma onu. Baldyryňlaryny tekşürtüliňler bolsa, aş doktorlarda. 6 aýda bir ýylda bir ýylda bunumy keyinki videolarda dep ötme Hudaýym berse, kançyk wagtda bir tekşürip duriş gerek. Bunu bir ýyzyp goýaýman bir ýerge. Tawsiýe kılma qarindaşlar. Ötemiz özüňlaryny asranlar, bilmegen suallar bolsa kaldyryp goýuňlar. Her wagt jogap berişge täýärmen. Şu aldaşmaýa kalsam bilam, ýa video şekillik, ýa mesel şahsy WhatsApp'da jogap gaýtaratma. Onu bildiğin qarindaşlar biledi onu. Özüňlaryny bek asranlar. Ýeni bir video görüşelemse Allaha emanet.